Hammaga salom, Akademik Dadayev kanaliga xush kelibsizlar. Bugun bizda navbatdagi video. Bugun videomizda xullas Kuba Sar, ya'ni Sarvar Kubadan premyera bo'lgan Qilpil nomli. Instagramda to'g'risi reels ko'rib qolgandim. Juda qiziqqandim, chunki o'sha hook ham kadrlarim juda zo'r chiqqandi. Mod videosi chiqibdi. Birga ko'ramiz. Kanal yangi ochilgan, menimcha. Xo'p. Albatta an'anamizga muvofiq holatda описание o'qiymiz. Kuba Sar Qilpil, direktor Anvar Chon, sound producer Furkadi. Shu brat qo'shig'iga ham reaksiya qilamiz yaqinda. Producer Yamaji, Instagram Sarvar Kuba. Xo'p, ushbu klipni, mod videoni poyishkdan qidirsa chiqishi muammo bo'lyapti, chiqmayapti bir xilgi telefonda. Instagramdan silka orqali kirib, shunaqa muammo bo'lmasligi uchun описаниеda shu mod videoni silkasini qo'yib qo'yaman. Agar bu videoni ko'rib olganingizdan keyin o'tib bemalol mod videoni o'zingiz ham maza qilib tomosha qilishingiz mumkin. Video boshlamasdan oldin o'tgan safargi videodagi aktiv uchun katta rahmat. Instagramda ajoyib bo'ldi, YouTube'da ham ko'rishlar soni 1000 dan oshdi va kommentariyalar uchun rahmat, fikrlar uchun rahmat. Hammasini o'qib chiqdim. Keltirilgan kamchiliklarimda aytganlaring uchun rahmat va videodan videoga bosqichma-bosqich kamchiliklarni kamaytiramiz. Xullas. Hech kim bilib tug'ilmagan dedi-yu. Xullas ko'p gapirib yubordim. Boshlaymiz reaksiyani. Ketdi qani. Pika 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 is adorable. Pika Pika. Oh. Xumokayi. Boshlanishi bilan. Xo'jaga aytishgandi, klipga chiqishgandi. U boshidayoq chiqib kelishadi bo'yladim. Ray-Ban ko'zda metta, bagajda to'la metan. Oynadan tutaydi tuman, gayinlar to'ylar chetdan. Viskos klipda xudda, rapim mashina men rulda. O'tirmayman behuda. Salom alaykum man Kuba. Shaharda bitta do'tti qizga bola vagon. Qizil yo'lakda paparazzi, qizda Louis Vuitton. Pishkada ash qiz bang. Mashinada woofer bam. Kuba bu alfa bandam. Jetta jakada turib hamdam. Zo'r, kirish zo'r. Maza qildim kirishga. O'zi haqida, mashina haqida ketyapti. Men fikrimcha bu trekda so'z birinchi o'rinda emas. Chunki ko'p so'zni men subtitrdan o'qib tushunyapman. Ya'ni vibe birinchi o'rinda vibe. Bu stil, uslub hozirgi kunda Turkiyani show biznesida ko'p kuzatilyapti. Onlar arkadan arrar o'sha ritm bir xil, keyin Brazilian funkda ham shunaqa elementlar ko'p. Davom etamiz, qani bu yog'i nima bo'lar ekan? Yo'lni uchirib aylantirar boshini mo'milam mushkambar. Ohangrabo ovoz sohibi kaminaga go'zallar qilar. Qilpil gaga lik button. Ana karomat boshqa bo'lmasaydi. Malomat qilpil gaga lik button. Ana karomat boshqa bo'lmasaydi. Bundan malomat. Bitta mashhur nimaga o'xshatdim. Shunaqa nima bor edi, videolarga qo'yishar edi. Ikki qatori qilpil ashitga o'xshaydigan, lekin topolmadim, eslolmadim. Lekin shu naqoratni men Instagramda ko'rganimda, birinchi eshitganimda kadrlar mashhur kadrlar edi. Sal bundayroq tursin. Maza qilgandim. Aytdimki, vibe qo'shig'i bo'ldi. Dal chiqadi. iPhone'larga uchdi, chexol rangi pushti. Bottegadan tufli, Kardashianga muxli. Chilimchak bo'lib tutar tunda, hukki barlada dudga qizlar. Yozda kuzda, oyna kuzda, pudra yuzda, modda suzda, tomosha qilar. Supermarket ichida o'zi ramyon yeb yuribdi, brat. Uyda yotib olib Instagramda ho'kiz kallalar.
bitta talab ishqida o'sha do'tkani istaymushda. Bay 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 tarqatinglar Wi-Fi. Boskim keldi shu qizchani omadiga men like. Butun vujudi bilan like bosdi-yu. Brat, klipga keladigan bo'lsak, mod videoga keladigan bo'lsak, professional komanda ishlagani aniq, katta mehnat yotibdi. Hozir bizda qanaqa kачествоda yarmini ko'rib qo'ydik menimcha. Давайте to'rtga ko'raylik bu yog'iga. Boshqa qolmaganim uchun uzr aytyapman, o'tib to'rtga formatda ko'rishlaring mumkin. Va klip prodyuserlar juda ham yaxshi ishlashgan. Sahnada olingan joylari bor ekan, ya'ni muzlabda. Qani dalishi? Pul 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 gaga gaga lik 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 dong dong. Taromat boshqa bo'lmasaydi bundan malomat. Pul 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 gaga gaga lik lik lik. So'ramagan. Bundan malomat. Pul pul pul. Elnur hazil qilmaydi. Elnur Rusqulov, Yamaji. U bratni tanimadim, telefon to'sib qolibdi. U bratdan u freestylda chiqqan ismlarini eslamadim. So'ramagan kecha aytishgandi menga. Klipda biz ham chiqqanmiz deb. Pul gaga gaga lik 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 dong dong. Taromat boshqa bo'lmasaydi bundan malomat. Mana avtosalondagi reklamamikan shunda? Reklamni qo'shadiganmikan? Bilmadim qani. Dados. Dados. Yig'laganim yo'q. Jinni, meni aldolmaysan, bilasan, yonashim. Qachonchi? So'qirdi. Sog'indi. Yo'q. Nimaga eslab o'tirib nimaga buni qo'yishgan? Xo'p, tema mavzusi o'sha dudka qizlar. Короче, bor, hamma joyda bor, yo'q emas. Aytdimki, mazmunga qaraladigan ham narsa bo'lmabdi. Vibe zo'r bo'lgan, shu uchun qo'shiq menga yoqdi. Lekin klip ham yoqdi, zo'r. Lekin biroq oxiridagiga nima bor? Dudka qizlar shunaqa bo'ladigan ma'nodami? Shuncha mehnat qilinadi, shuncha mehnat qilib turib bilmadim endi nimani o'ylab qilishgan, nima maqsadda qilishgan. Tugadi menimcha. Спасибо. Rahmat hammaga bolalar. Отдыши. Ой, блядь, смотрите, что сделал. Mir shakar. Kolonkopga berdi, brat. Menimcha. Xumoga. Xo'p. Voy, 608 ga o'tib ketib qoldi. Menimcha keyingi videoga nima deydi? Atsilka bo'ldi. Xo'p. Bir kun bo'libdi. Kecha qo'yilgan ekan. 4-mayda. 235 ta prosmotr, 29 ta подписчик. Давайте mana 30 ta подписчик qilamiz, bratni. 19 ta like qilamiz. Fikrlaringni kommentariyada kutaman. Keyingi videoda
qaysi trekka reaksiya qilaylik. Akademik Dadayev kanalida bo'ldilar. Sizlar bilan Oybek Dadayev bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.